Assalomu alaykum, O'zbegim uylarining obunachilari, Baxtiyorbek Soliyev kuzatuvchilari. Meni ismim Shohobiddin, Baxti uylarim kanalining admini bo'laman, Baxtiyorbek Soliyev shogirdi bo'laman. Yaqinlarimiz uchun bitta zo'r uy chiqib qoldi. Zangati tumaniga tegishli Raycenter Eshonguzar degan joyda yo'l yuzida 7 sotuvlik hovlimiz bor ekan. Sotuvga chiqqan ekan. Sizlar bilan ulashkim keldi. Narxini ham aytib o'taman, uy ichida bitta obzor qilib beraman. Qaranglar, yo'l yuziga tushgan, oldida огородlar bor, zahvatlar bor, 6 ta xona 7 sotuvdan iborat ekan. Bu tarafimiz Nazarbekka chiqib ketadigan ko'chamiz. Bu tarafimiz Eshonguzar Raycenter degan joyga chiqib ketiladi. Zangati tumaniga tegishli Bekbaraka, Abu Saxiy bozorlariga, O'rizor bozorlariga yaqin kommunikatsiyalar yetib kelgan joy ekan. Uy ichini bitta obzor qilib beraman. Tayyor bitgan xonalari ham bor ekan. Egalari nomerini pastda qoldiraman. Yuring, ko'rsatamiz. Uyga kiraverishi mana shunaqa darvozalar qo'yib qo'yilgan. Kichkina naveslar chiqarib qo'yishibdi. Ichkariga kirganimizda plastiklar bilan remontli qilib tayyor qilib qo'yishgan ekan. Mashina qo'yishga joylari bor. Yo'l yuzida deb aytib o'tdim, zahvatlari bor, zo'r joy. Mashina yo'li yuzida podvollari ham bor ekan. 6 ta xona uyidagi podvol. Uy ichini bitta ko'rsatib beraman, yuring. Keling operator. Mana bu kiraverishimiz. Hol ayvon qilib foydalansangiz bo'ladi. Atapleniyalar qilib qo'yilgan ekan, remontli qilib tayyor qilib qo'yishgan ekan. Kirib yashashga tayyor. Yonida zalimiz bor ekan. Mehmonxona deydi. Mehmonlar kutib olishga kattagina zal. Yo'l yuziga qaragan oynalari bor. Bu xonamizda anaqa pechka qilib qo'yishibdi, atapleniya ham bor. Gaz suv svetlardan muammo yo'q. Keling, bu yoqni ham ko'rsatamiz. Bu yoqda bitta spanligimiz bor, kattalar yotoqxonasi. Remonti tayyor ekan bu yerda. Yuring, bunisiga o'tamiz. Kirganingizda 3 ta xonaga bemalol kirib ketaverar ekansiz. Bu yog'imizni bolalar yotoqxonasi qilib qo'ysangiz ham bo'ladi. 6 ta xona, 6 ta xonani tegi podvol. Podvoldan ham unumli foydalansangiz bo'ladi. Remontlari yaxshi holatda. Bu yog'imizda ham kattalar yotoqxonasi, ichida dushovoy bor ekan, hammom. Hovlini bitta obzor qilib beraman, yuringlar. Ko'rdingizmi? Tok bor, suv bor, gaz bor, kommunikatsiyalar yetib kelgan zo'r joylar. Narxini ham hozir aytib o'taman. Hovlimizni mana akkuratni qilib qo'yishibdi. Bu yerda zo'r joyni hozir ko'rsatib o'taman. Qarang, o'ng qo'lingizda oshxona, uy egalari bor ekan, ko'rsatib o'tmadim. Keyingisi hammom hojatxona qilib foydalanishga tayyor. Remontli qilib qo'yilgan, kafillar terib qo'yilgan ekan. Hovlini yarmini mol boqishga, tovuq boqishga sharoit qilib qo'yishgan ekan. Hovliga yetmaganiga anaqa issiq suv ham chiqarib qo'yishibdi. Mana bu issiq suv, mana bu muzli suv. Naporni qarang. Zo'r ekan. O'zimga havasim keldi suvga. Ko'p joylarda bilasizlar, suv muammo bo'ladi. Qaranglar, mana bu molxonaga joy qilib qo'yilgan 20 ta mol boqsangiz, buqa boqsangiz bo'ladigan joy. Mana o'zligisi ham boqib qo'yishibdi. Cho'tki qilib, tayyor qilib, tepalarida mana joylar bor, hashiy somon bosib qo'ysangiz bo'lar ekan. Tovuqxona, qo'yxona, uyimizni 6 ta xonadan iborat deb o'tdim. Tepasida boloxonasi ham bor ekan. Bitta remont qilib yuborasizlar. Kimga qiziq bo'lsa, keling, men molni bitta ko'rsataman. Mol boqadiganlarga bitta jo'natib qo'yasizlar. Sifat hammasi. Ko'rdingizmi? Bu uy olganingizdan keyin mana shunaqa 5 ta mol boylab qo'ysangiz, pul o'zi chiqib ketadi, uy tekinga qolib ketadi sizga. Pastda egasini nomerini qoldiraman. Uyning narxini $135 ming so'rayaptilar. Kelishtirib berar ekanlar. Egalarining nomeri pastda. Bemalol telefon qilib, savdalashib, aloqaga chiqsangiz bo'ladi. Balkim variantga berar, balkim yarim narxiga berar. Tepada reklama xizmatlarimiz nomeri, Baxtli uylarim bor kanaliga o'tib obuna bo'lib qo'ysangiz, bizning ham kanalda $30 ming, $25 ming, $12 ming uylar qo'yib boryapmiz. Baxtiyorbek Soliyev shogirdi bo'lamiz. Bizga ham o'tib, obuna bo'lib, layklar bosib, kuzatib turing. Kimdir uyli joyli bo'lib qolsa, xursand bo'lamiz. Bu videomizni uy qidirib yurgan tanishlaringizga, bozorga, shaharga, yaqin uchastka qidirib yurgan tanishlaringizga jo'natib qo'yinglar.